Assalomu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2021-yili 10-oyning 28-kuni payshanba. Bugun men mono mazmunlarni diqqatingizga sunishdan avval mazkur kanalning mazmunining mo'l ham rangarang bo'lishini ko'zda tutib, bugundan e'tiboran tafakkur tamchisi nomli bir sahifani qo'shganligimni sizlarga aytib qo'ymoqchiman. Bu sahifada o'zimning yozganlari va boshqalarningki yozganlari, yana menga yoqqan yozganlarini sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Bularninki vaqti odatda ko'p bo'lgan vaqtda 3-4 minut atrofida bo'ladi. Ondan keyin boshqa mazmunlarga o'tamiz. Bugun men bu yiqildiringizdan ko'nglingiz og'riganda yoki yiqildirimdan ko'nglim og'riganda degan yozmani diqqatingizga sunib bo'lgandan keyin o'zimiz haqida, Amerikaning iqtisodiy haqida, uy-mulk bozori haqida, shifrliq pul haqida ham topdan tamcha, ya'ni crowdfunding haqida qisqacha to'xtalib o'taman. Uzun emas, qisqacha to'xtalib o'taman. Biz ijtimoiy insonkanmiz, ijtimoiyligimiz bor ekan, odamlar bilan muomala qilib yashaymiz. Bu jarayonda ba'zilar bilan yaqin bo'lamiz, ba'zilar bilan ma'lum vaqt o'tgandan keyin pezimiz pishmay qoladi. Ya'ni yaqin deb qaragan odamlarimizning ba'zi ko'nglimiz qolgan ishlar bo'ldi. Bu nurg'un odamlarda bo'ladi bu ish. Mana bu shunaqa chog'larda qanday qilamiz? Necha yillar ilgari mendan biraylar mush savolni so'ragan. Muallim, sizningmi yiqillaringizning ko'nglingiz og'rigan chog'lar bo'lganmi deb. Albatta deganman. Albatta insondaman. To'g'ri xatolik tushunchasi bor. Durustlik yoki bo'lmasa xato yoki durustlik tushunchasi bor. Odam deganda ko'ngil deydigan narsa bor, ya'ni ko'ngil qildin inchki deydigan gap bor bizning ko'ngillarda. Albatta mendami o xil ko'ngil og'rigan ishlar bo'lgan, lekin uni o'zgacha usulim bilan bir taraf qilaman desam, siz qanday bir taraf qilasiz degan, men shu vaqtda buni yozma shaklda xotirlab qo'yaman. Garchi yozma mening bo'lsa-mu, ammo bu sal uzoq 3 minut atrofida bo'lganligi uchun men uni so'zlab berishning o'rniga yozmani o'qib berishni to'g'ri topdim. Tafakkur tomchilari sahifasida. Chavak ikki qo'ldan chiqqandek, ko'ngil og'rig'ining paydo bo'lishimi ikki tarafga bog'liq bo'ladi. Yatlab bergan ko'ngil og'rig'i yaqin deb qaragan kishilar paydo qilgan ko'ngil og'rig'iga qaraganda oson unutilib ketadi. Shunga bizda yatning yondan o'tadi, yaqinning jondan degan gap bor. Kishilik hayotda ba'zida yaqin deb qaragan kishilarimiz bizning ko'nglimizni og'ritib soladi-da, bizning ulardan dilimiz ranjiydi. Hatto ba'zida ko'nglimiz qoladi. Natijada yaqinlik yiroqlikqa o'zgaradi. Birov bilan bo'lgan munosabatning yaqinlikka ko'tarilishi onunğa ishonganingiz, onu hurmat qilganingiz va hissiy ham aqliy jihatdan yaxshi ko'rganingizdan. Shunday ekan, u sizning ko'nglingizni og'ritdi degan gap, qarshi taraf sizning u haqida tikilgan qarashlaringizga gumon soldi degan gap. Gumon aralashgan har qanday munosabat qat'iy yaqin bo'lmaydi. Shunday ekan, men yaqin deb qaragan kishilar ko'nglimni og'ritsa, qanday qilaman? Kishilar bilan bo'lgan muvaffaqiyatli munosabatning asosi o'zaro samimiyat va yaxshilik ko'rsatish, adil muomala qilish. Bu mening qarshim, ham ishlarimda amal qiladiganim. Shunga boshqalarning ko'nglim og'riganda oldi bilan qarshi tarafni tushunishga tirishaman. Bunda qilishda biror sabab bormidi deyman. O'zimni tekshirayman. Bak zil bo'lib ketdimi qandaq? deyman. Ishlar qarshi tarafning maqsad qilg'ini tufaylidan bo'lgan bo'lsa, yiqinim deb xato o'ylabaptiman deyman-da, ranjib ketmayli ko'nglimda sayonara badrak deyman. Hammamizning ko'nglimizda bor bo'ladigan yaqinlikning tizimligidan chiqib o'tib yeniklab qolaman. Chunki siz o'zingizning yaxshi ekanligiga ishonsangiz, sizning yaxshiligingizni farq etmagan birisidan, ya'ni nachar birovdan qancha burun qo'shlashsangiz shuncha yaxshi. Mubodi ko'ngilsiz ishlar, xato tushunishdan yoki favqulodda sharoit yuz berib qolgan bo'lsa, u ishlarni ko'ngilsiz ishlar deb o'ylab yurmay, do'stlik qo'limni davomli sunaman. Cho'nglarga qaraganda kichiklar paydo qilgan ko'ngilsizliklarni oson kechirib o'taman. Chunki kichiklar men cho'ng bo'lgan muhitda cho'ng bo'lmagan, ularga bulg'angan zamonaviy dunyoning tamg'ilari besilgan. Ular og'rinishga emas, apu qilish, yo'l ko'rsatish, yetaklash ham ulgu ko'rsatishga muhtoj. Xo'sh. Endi o'zimiz kelaylik. Xabaringlarda bo'lganidek bir haftadan buyon Amerika davlatlik basketbol komandasininki tanarkachisi, Boston Celtics komandasining o'yinchisi, ya'ni tanarkachisi Türk nasllik Anas Kantar Bey oldi bilan Tibetlarning erkinligi uchun so'z qilgan bo'lsa, keyinda Uyg'urlar uchun kuchliroq yo'sinda so'z qildi. Ya'ni
Uyg'urlarning beshiga zulm selayotgan Xitoy faşistlarga nisbatan nurg'un musulmon ellarninki amaldorlari, podshohlari, boshbaqonlari sukut turib olgan vaqtda Mas'ud O'zal va Anasga o'xshash bu turk Anas Kantarga o'xshash bu turk nasllik tanqidchilarningki Uyg'urlar uchun so'zlashishi bizni Uyg'urlarni ta'sirlantirdi ham ularga nisbatan bir minnatdorlik tuyg'umizni urg'itdi. Dal shundoq bo'lganlikdan Tönögün Celtic komandasi o'yin o'ynagan vaqtda Bostondagi mashhur TD Garden degan sahnada Bostondagi jamoatga vakolatan bir guruh Uyg'urlar berib Anas Kantarga tashakkur bildirishdi. Ya'ni thank you Kantar degan lozungini esib uning bo'lgan minnatdorligimizni bildirishdi. Beshimizga kelgan bu kunlar, ya'ni ayni vaqtda o'tgan asrda Yahudlarning beshiga kelgan bu kunlar 90-yillarning o'rtalarida Kosovoliklarning beshiga kelgan bu kunlar, mana shunday kunlar bu qitim bizning beshimizga kelgan vaqtda biz ko'ryapmiz, nurg'un davlatlar, O'rta Osiyo davlatlari bo'lmasa, Turkiy Cumhuriyatlar o'zining quyrug'ini xada qilib oldi yoki ko'maska silib oldi. Bizning qo'shnilarimiz nurg'unlagan, masalan, Imron Xonga o'xshash musulmon ellarininki boshliqlarimi Xitoyni yaqinlab so'zladi. Anas Kantar mana shunday vaqtda Mo'shularga nisbatan bir vijdon savolini so'radi va hatto ba'zi musulmon tanarkachilarga ham dedi. Bizning musulmon qarindoshlarimiz, Uyg'ur qarindoshlarimiz, Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorli qarindoshlarimiz Xitoyning zulmiga uchrab, o'ltirilibsa, zulmga uchrabsa, sizlar sukut turib o'tamsizlar? Sizlarning sukut turibganinglar jinoyat sherik bo'lganlik deb aybladi. Odatda bir mushukka nisbatan 5-ni silab qo'ysimi, mushuk yenida pushildab rahat turib berdi odamning. Odatda bir küçük yenaga kelsa, tepbasa, chaqay desa, küçük avshiydi. Shunday bo'lganlikdan bizning beshimizga kun kelgan shunday vaqtda inson bo'lganligimiz uchun biz uchun so'zlagan, ya'ni o'zininki ishlariningki ziyonkashlikka yoki ziyonga uchrash bilan hisoblashmay, ko'krak kirib chiqib mardonlik bilan, insonlik sifati bilan e'tiqod bir irq, bir e'tiqod inson sifatida, bir e'tiqodli inson sifatida so'z qilgan Mas'ud O'zal va Anas Kantarga o'xshash bu turk qarindoshlarimizga Alloh rahmat qilsin, biz bularni so'yinganligimiz uchun Tönögün bir guruh Uyg'urlar berib, bu kishiga nisbatan o'zimizning Uyg'urlarning minnatdorligini ifodaladi. Bu qarindoshlarga ham rahmat. Endi Amerikaning iqtisodi. Amerikaning iqtisodi 3-faslda, 2-faslga qaragan vaqtda jiq tuvallash oldu. Yani aşkını bilen asta siljidi demekçi. 2-faslda Amerikaning iqtisodi 6,7%lik sürat bilan aşkan bolsa, 3-faslda bu iş 2% düşüp kaldı. Bunun sebepleri asaslığı nurg'un portlarda mallarninki besilib qilishi, ta'minlash zanjiridagi halqning buzilishi, mal bahasının eşip ketişi, yani ta'minlash tarafdan kelib chiqqan mal qislig'i tufaylidan mal bahasının eşip ketişi, hani yana bir tarafdan emgak bozorida emgakchilarning qis bo'lishi qatorliq sabablar. Shuning bilan birlikda yana avtomobil sohasida avtomobillarning oz setilishi, chunki mikro ishlab chiqarilgan avtomobillarning soni jiq emas, chunki mikrolik o'zakchi qis hozir. Lekin uy mulk sohasida yangi uylarning selinish sur'atining ostilishi, chunki uy soldigan materiallarning qis bo'lishi, emgakchilarningki qimmat bo'lishi yoki qis bo'lishi qatorliq shunday biroz sabablar bunga ta'sir ko'rsatgan gap. Ammo Amerikaning 4-faslga iqtisodiga nisbatan, iqtisodning ishiga nisbatan iqtisodshunoslar umidvor pozitsiyada qaramoqda. Nemishqa? Chunki bayram mezgili kelyotdi. Shirkatlar bayramlik mahsulotlarini omborlarga qachlab qo'ygan gap. Xo'sh. Hem işsizlik nisbatimi, yani ish topganlarningki soni 7-oyda 1 millionga yaqinlashgan bo'lsa, uning yarmiga bormidi, 8-oyda yarmining yarmiga bormidi, 9-oyda. Demak, iqtisodning Amerika iqtisodiningki bu ishish sur'atining ostilishi Delta COVID-19ningki Delta variantining oshqanligidan. Ya'ni Amerikada ba'zi Amerikaning o'rta shtatlaridagi ba'zi yerlarda kishilar vaksina urishni rad qilganligi uchun vaksinaning bu virusning ta'sirining ziyniga uchrayotgan gap.
Xo'sh, endi men uy mulk savdosi haqida so'ralgan bir qism savollarga javob berib o'tay. Bir qism qarindoshlar uyni yayilib, yangi sog'an yaxshimi, qanday deb ekan, buni nisbatan men Dalay Lamaning bir gapini deb beray. Dalay Lama men Bostonga kelib 1 yildan keyin shu Amerikaningki Bostonga kelib Vallasli degan yerda bir nutq so'zlagan. Bu odamdan shu chaqda bir amerikalik ayol qopib, janoblari, ya'ni aliylari Dalay Lama efendim, shu bola tarbiyalash to'g'risida sizning shunday bir yaxshi berilgan nasihatingiz bormi, maslahatingiz, nasihatingiz bormi bola tarbiyalashda? Dalay Lama deb kulib ketib, avval mening bir balam bo'lib baqsında, andin men bu maslahatni beray degan gap. Ya'ni bu ishni qilib baqmagandan keyin men senga yaxshi maslahat beramayman demoqchi. Xo'sh, endi men ma'lum qarinishimizga uy elib uy sosi yaxshimi deganga nisbatan Dalay Lamaning javobidek javobni beraman. Ya'ni nima deganda, mening tajribam bo'lmaganligim uchun u jihatda har xil anglagan gaplarni deb bera olaman. Ba'zilar deydiki, mening yosh tajribam yo'q demoqchi. Ba'zilar deydiki, yaxshi yerdan uy setib olib, nimalarni qurilish materiallarini o'zi tanlab uy solsa, uning bahosi yuqori bo'ladi deydi. Ba'zilar deydiki, undaq yaxshi bo'lmaydi deydi. Bu jihatda shunga shu turayotgan o'rnimiz, material hammani hisoblash kerak. Tik-takni aytgan vaqtda bu yana iqtisodga yurib taqildi emasmi? Shunga tannarxni, ketadigan emgakni hammani hisoblash kerak. Agar o'zimizning qo'limizdan ish kelalsa, emgak o'zimizdan chiqsa, yog'ochlikni bilsak yoki ba'zi ishlarni bilsak, uy setib olib, anadan keyin bu shu turayotgan shaharlik hukumatningki ba'zi bir tasdiqlarini olgandan keyin uning nurg'u ishi bor. Masalan, suv, tok, par degandek mushunday narsalarni o'rlashda muayyan tartiblarni bajarishga to'g'ri keladi. Mushularni bir ko'zdan o'tkazayotgandan keyin ko'zimiz yetsa hisob qildi. Ya'ni tik-takni aytgan vaqtda bu o'sha selektorni bahoni selektorni qilishga berib taqiladi. Shuning bu to'g'risida mushunaqroq javob beray. Anadan keyin credit scorening masalasi bor. Credit score Amerikada bir odamningki inovativ kartochka ishlatgan bir odamning yoki mashina ilishda yoki uy ilishda bankdan qarz olgan odamningki shunday bir inovativ credit card skorelari bo'ladi, inovativ kartochka nomerlari bo'ladi. Nomer qancha yuqori bo'lsa, shuncha yaxshi. To'van bo'lsa, ancha yaxshi emas. Credit score qancha to'van, ya'ni credit nomeri qancha to'van odamlarni qarz elish, qarz olgan chaqdami ular to'laydigan o'sim yuqoriroq bo'ladi. Ya'ni bu yerda inovatning o'zimi pul demoqchi. Adamlar o'tirishga munosabatda lafzi turgan odamlarni, gapida turadigan odamlarni kishilar yaxshi ko'rdi yoki aloqa qilishni yaxshi ko'rdi. Lafzi turmaydigan odamlarni qo'ymichi deydi, gapida turmaydi deydi, aloqa qilishni xohlamaydi. Bir qitim aloqa qildi, ikki qitim aloqa qildi, yog'och qozonda osh bir qitim pishdi deydigan gap bor. Cho'nglarning yoki bo'lmasa bir sakrab tutildim, bir sakrab qutuldim, ikki sakrab qutuldim, uch sakrab tutuldim degan o'xshash yolg'onchining quyruq bir tutam deb inovatsizligi oshkorlanib, kishilar o'tirishga munosabatda yolg'onchilik, sapsapchilik qilsa, oxirida kishilar qajdigan bo'lib qoldi. Shunga o'xshash iqtisodiy munosabatlardan banklardan pul olib, o pulni vaqtida qaytolmagan qismiga o'sim ig'ir chiqadi. O gapida turmaganlik uchun to'laydigan badal. Bu kredit nomerini ham tuvanlatadi. Bunda qolgan vaqtda banklar uy ilish uchun, mashina ilish uchun qarz olmaydigan vaqtda shu odamning kredit nomeriga qarab turib, buning qarzni oz bersak bo'ladi ekan, bermasak bo'ladi ekan yoki yuqoriroq o'simni bersak bo'ladi ekan deydigan gap chiqadi. Shunga kishilik munosabatdagi kredit, ya'ni inovat masalasi kishilik munosabatdagi bu muhim bo'lib qolmasdan, iqtisodiy munosabatlardagi bu inovat masalasi nihoyat muhim. Ya'ni inovativ bo'lsak, to'laydigan badalimiz yo'q bo'ladi yoki intayin az bo'ladi. Agar inovatsiz bo'lsak, qarz olib qaytolmasak, vaqtida qaytolmasak, kredit skorimiz tuvan bo'ladi, nomerimiz tuvan bo'ladi. Natijada badalimiz, to'laydigan badalimiz jiq bo'ladi. Xo'sh, endi o'ylash jihatda banklar bilan har xil community banklari va savdo banklari, masalan Bank of America o'xshash cho'ng. Lekin hukumatningki shu birinchi qatim uy setib oluvchilarni rag'batlantiradigan Freddie Mac deganga o'xshash bunday banklar va shularning programmalarini bilish kerak. Turayotgan rayonlarimizda birinchi qatim uy setib oluvchilarni rag'batlantiradigan ba'zi bir siyosatlar va shularni bilishimiz kerak. Andan keyin uy setib olgan vaqtda cho'qim bu yerda bir o'tirdiki vositchini tutadigan bir ish bo'ladi ekan bu yerda. Ya'ni setib olgan uy sotuvchi shu uyningki setilish bahosining 5%ni shu vositchiga beradigan. Ya'ni uy sotuvchining bir vositchisi bor, uy olishning bir vositchisi bor.
Andan keyin bu yerda uy bankdan siz dastlabda uy sotib olmoqchi, mening iqtisodiy ahvolim bu, kredit skorim bu, men qanchalik qarz bera olasiz deb so'rash kerak. Qanchalik so'mmadagi pulni bankdan qarz oldi, meni bilish kerak. Anda shuni qarab uy izlash kerak. Men shu jarayonlarni bosgan. Andan keyin har xil o'ttirda men qarz aprimni sana deydigan vositachi brokerage deb qo'yamiz, dallol, pul muomala dallollar. Bulardan amallar foydalanmaslik kerak. Bular o'z ko'mchiga cho'q tortib, ba'zida 3% apiradigan narsani 3,5% qilib oladigan ish bor. Ba'zilar taxi men bu ishni qilib beraman, men haq va deb haq olib oladigan ish bor. Shunga buni eng yaxshisi agar inglizcha bilmasak, o'zimizning Uyg'urlar bor. Biz Uyg'urlar insofli haq, insofli haqlarimiz ko'p demakchi. Ya'ni bir-birimizning ahvoli turmushimiz yaxshi bo'lsa, xo'sh bo'limiz söylemiz. Shulardan ish qilib baqqanlardan izlashimiz kerak. Bankalar bilan ko'rishimiz kerak. Men biz uyimizni olgan vaqtda bir necha odamlar bilan paranglashgan. Men uyini sotadigan odamning brokeriji menga chiroyli yo'sinda, tatliq qilganda men sana 9% dan olib beraman deb. Yo'q deganman. Chunki men o'zim iqtisod o'qigan odamda bozorni izlab tepib shu vaqtning o'zida bir o'xshash banka, Bank of America, shu Amerikaniki, Bank of Americaniki, shu mortgage beradiganlar bilan men paranglashib, o'xshamagan 3 odam bilan paranglashib, shuning ichidagi o'xshash kunda, o'xshash bozorda shu bir yerda ishlaydigan 3 odam o'xshamagan nisbatni o'tirib qo'ygan. Men eng to'vinini olgan shuning ichida. Demakchi, o'xshash bir bozorda o'xshash narsaga shuni sotadigan odam o'xshamagan bahoni qo'ydi. Endi uni qanday ilish, eng to'van nuqtada ilish, o sizning o'zingizga bog'liq. Shunga bu chaqda aldirabla, ishiniblam o'rak tushib ketmaslik kerak. Bir sodada ashunda qimmat setib olsam jiq foyda olmaydigan ishlar bor. Ularni tushunish bo'ladi. U foyda olmaydi, lekin insof deydigan narsami bor. Bizda hammadan insof qilib ketmaydi. Shunga insofsizlarga fursat bermaslik uchun o'zimiz aql bo'lishimiz kerak. Buni ashunda bilsak bo'ladi. Bu uy masalasidagi gap. Endi men shifrli pul masalasini deb beray. Shifrli pul haqida to'xtalay. Bu yerda digital currency deydigan gap bor. Bu sifirli pul. Cryptocurrency degan gap bu shifrli pul. Bular to'g'risida men bu yezilayotgan pul muomala bozori mabda'si degan kitobimda to'xtaldim. Sifirli pul, ya'ni digital currency markning keyinida markaziy banklar bo'ladi. Cryptocurrency, ya'ni shifrli pullarning keyinida markaziy bank yo'q. Bu markazlashtirilgan sistemada, pul muomala sistemasida, bu tarqoq sistemada mavjud bo'ladi. Yaqinda men shifrli pulga mabda'si nihoyat qizib ketdi. Shiba Inu'ni men 10-oyning 6-kuni so'zlagan. Shundan keyin bu nurg'un narsa o'sib ketdi. Shiba Inu 2020-yil 8-oyda Shiba Inu'ni $8,000 sotib olibdi ekan, bir odam 70 trillion sotib olibdi ekan. 70 trillion. Hala shuning puli bugungi kunda $5,7 milliard ga aylanibdi. Ya'ni demak, fursatni bilib burun bu yolg'onmi, qanday deb o'ylab yurmay ba'zida tavakkulchilik qilsak shunday qildigan. Ammo men jiq tavakkulchilik qilgan odam emas. Men ehtiyot bilan ish qilgan odam. Men az ap qo'ygan, ya'ni nima desa, azg'i shukr qilgan odamman. Shuning bilan birlikda atrofimdagi qarindoshlarim shu azdan ap qo'yganlar bor, jiqroq ap qo'yganlar bor, ularmi manfaat ko'ryapti. Demak, shu hozirgi zamonda yashayotgandan keyin biz hozirgi zamonimizdagi pul muomala sistemasini, texnik o'zgarishlarni bilib tursak, keyinda qolmasak, aqmas parang, quruq gaplar bilan beshimizni og'ritmay va qanday qilib o'zimizning ahvolini yaxshilaydigan ishlarga kalla qatursak, cho'qim ishlarimizda yaxshilanish, yuksalish bo'ladi. Shiba Inu degan pul, men bundan 20 yil burun bir ilgari so'zlagan Akita, Shiba Inu deganlarni ko'rsatgan. Akitami yaxshi o'sdi, nurg'un pullar bor. Coin market cap deydigan, cap degan gap capitalization deganninki qisqartirilmasi, ya'ni tangi bozoridagi umumiy qimmati. Ya'ni hozir bu tangi bozorida, ya'ni bu shifrli pul bozorida selingan mablag' necha trillion bo'lib ketdi ko'pchilik. Bu yuzlanish. Yani bularning ichida ba'zilari aldamchi bo'lib chiqib qoldi. Ammo dunyoning buniki shunday sifirli pul va shifrli pul ko'chishi bu bir yuzlanish. Keynida qolsak, kishilar boy bo'ladi. Boy bo'lgan odam qanday qildi? Boy bo'lmagan keynida qolgan odamlarni azaninga ishlatdi, qul qildi. Bu azaldan shunday bo'lib kelgan. Faqatla yashayotgan jamiyatlarning, tuzumlarning ismi o'zgarmagan, ammo mohiyat o'xshash. Shunga bizmi
Özümüz yaşayotgan jamiyatlarni tushunishimiz, pul muomala sistemasini tushunishimiz, texnikani tushunishimiz, iqtisodni tushunishimiz, mablag'ni tushunishimiz kerak. Hech bo'lmadi deganda biz yomon emas kun olsak, avlodlarimizdan nurg'un yaxshi odamlar chiqadi. Xo'sh, shuning bilan men amlikda shipirliq pul almashtiradigan munbarning qurg'uvchisi yoki shuningki bosh CEOsi Brian Armstrong degan kishi bola to'g'risida to'xtalman. Bu kishi 40 yoshga kirmagan kishi. Bu Coinbase degan mushu platformani qurib, shuning shirkatning xo'jayini bo'lib, hozir shuningki qimmati umumiy shaxsiy mulki 10 milliard dollardan ishib ketgan gap. Coinbase'ning o'zi 85 milliard dollarga bu dollarga yetdi. Ya'ni ilgari boylar neftchilik, konchilik, yasash sanoati, o'yimlik sanoati, yemak-ichmakdan chiqqan bo'lsa, hozirgi boylar nimadan chiqyapti desa, kompyuter munosabatli texnikalardan va pul muomala sohasidan chiqyapti. Men kitobimda yozdim, ya'ni 2021-yili Forbes bekitgan shu boylarning umumiy soni, ularning tarqalishi, kelib chiqqan sohasi degandek. Bu yilning o'zida shipirliq pul sohasida 1 milliarder, yangi milliarder bu dunyoda milliarderlarning sepiga qo'shilgan gap. Hozir qadar shipirliq pul sohasida 10 yilning ichida paydo bo'lgan milliarderlar 6 ketgan. Brian Armstrong shularning biri. Bu bola 83-yilda Kaliforniyada tug'ilgan, keyin Rice University, Texasdagi davlat universiteti Rice University o'qigan, kompyuter va iqtisodni o'qigan ekan bu bola, kod yoza oladi ekan. 2006-yil, 2007-yil Argentinaga berib, Argentinada shu chaqda Argentinaning puli haddidan ziyod paxal bo'lib ketdi. Hyperinflation deydi. Pul paxal bo'lib ketsa nima bo'ldi? Siz shunda bir umr tirishib ishlab topgan pulingiz qog'ozga aylanib qolsa, qanday bo'lasiz? Odamlarga nisbatan intayin cho'ng bearamchilik, xopchilik, azob ekilgan gap. Shuna bu uni ko'rgan gap bu kishi. Uni ko'rgandan keyin to'g'ri mushularni mushunda qilib, demak, hukumatlar, markaziy hukumatlar taqatgan pullarning paxal ketish ehtimoli har zaman bor ekan. Qanday qilib mushunda ishlarning oldini olish kerak degan narsalar ustida o'ylangan. Men kitobimda yozdim. Bitcoinning maydonga kelishi 2008-yilda Amerikada yuz bergan pul paxalligi, ya'ni pul muomala kirishdan keyin maydonga kelgan ideya. Ya'ni markaziy hukumatlar pul besish huquqiga ega bo'lganlikdan bular pul paxalligini hamon paydo qilib o'tgan. Unda bo'lsa, kishilarning o'zining bankasi, xususlarning bankasi o'z bo'lmamdi, o'zi pul ishlab chiqarib, o'zlari aloqa qilishadigan, hukumatga beqinmaydigan markaziy doiralarningki hukumat doiralarining kontrolida bo'lmaydigan bir uslubimiz bo'lmamdi deydigan iddia bilan bitcoinlar o'tirib kelgan. Ya'ni insoniyatningki biz e'tiqodli kishilar insoniyatning tunjisi odam ota deb ishonganimizga o'xshash bu shipirliq pullarning eng tunjisi shu, ya'ni odam otasi nima? Bitcoin. Ondan keyin altcoin paydo bo'ldi. Bu alternative degan gap, ya'ni bitcoinning boshqa barliq coin, boshqa barliq tangalarniki, ya'ni mavhum shipirliq. Bu tangalarning hammasi altcoin deb ataldi. Bulardan Litecoin bor, Monero bor, nurg'unlari bor. Hozir necha mingga yetib ketdi bu. Ammo bularning ichida tanlash kerak. Dastlabki, ya'ni bozorda umumiy soni bilan umumiy soniga bahoni ko'paytirsak, ularning bozor qiymati chiqdi. Bozor qiymati yuqori bo'lgan tangalarning istiqboli bor. Ammo yangidan chiqqan, kichik, bilinmagan bularga nisbatan aytib diqqat qilish kerak. Shunga men yana deydiganim qarindoshlarimizni mushu sohaga qiziqayli, bilayli, ammo o'zimizni bilib, oz-to'la mablag' solayli. Men ehtiyotni tashabbus qilgan odam xatarni emas. Shuning uchun ba'zilar xatarga tavakkul qilganlar, bayisa bakbeydi, 8 ming dollarga bulto sap qo'yib, bu yil 5.7 milliard pulga aylangan odamningki. Ammo ba'zilar cho desa, hamda azroq ziyon tortib qolsa, ba'zi odamlar chidamay qoldigan ish bo'ldi. Shunga bizning gapimiz bor. Shunday maqol tamsillar kallamda, ya'ni qo'y to'g'si o'zidan, o'chki to'g'si boshqalardan deb. Shunga agar ziyon tortib qoldigan ish bo'lib qolsanglar, ziyon tortib qolgan ish bo'lib qolsa, menga nisbatan xapchilik bo'lib qolmasin deganligim uchun men oz so'mada olib qo'yinglar deyman. Qog'imni o'zinglar bilsanglar bo'ladi ko'pchilik. Xo'sh. Endi crowdfunding deydigan bir gap bor. Crowdfunding degan gapni bu shaxslar, yakki shaxslar, yakki odamlar oz-to'ldan pul chiqarib, ma'lum bir tur, masalan, og'rib qolgan odamningki iqtisodiy qiyinchiligini hal qilishda yordam bo'lish, ko'ngil so'rash uchun bo'lsin, yoki bir proyektni qo'llashda bo'lsin, har odam oz-to'la o'z ko'nglini ifodalasa, tama
ko'l bo'la deganga o'xshash bir narsa bo'ladi, ya'ni bir ish qiyg'il bo'ladigan bir so'm yig'ildi degan gap. Crowdfunding degan shu. Shunga bu crowdfunding deganda boshqa jamiyatlar, shu taraqqiy qilgan ellarda bu crowdfunding nihoyatda jiq ishlatilyapti hozir, ya'ni kishilarga yordam berishda. Ammo shunday ideal qarindoshlarimiz paydo bo'lyapti, men qo'shilyapman. Ya'ni crowdfunding orqali mablag' yig'ish orqali tama ko'l bo'ladi deb. Men crowdfunding deganni agar xato bo'lsa, sizlar yoki sizlarning boshqa uyanglar bo'lsanglar, menga komment qilib yozib qo'ysanglar bo'ladi, ya'ni so'z qoldirib qo'ysanglar bo'ladi. Crowdfunding deganni men topdan tamcha deb tarjima qilsak, qanday bo'ladi deb o'ylayapman. Ya'ni tamchilab, topdan tamchilaydi har bir shaxsning, jamoatdan. Andı köl oladigan, topdan tamcha deb atsa qanday deb. Mana shunday ideal qarindoshlarimiz va bizningki Uyg'urlar u yoqda sarsam bo'lib ketyapmiz, bilyapmiz, hech qanday bir davlat amaliy bir harakat yordam qilmayotdi. Endi iloh o'zing qutqazmasang, Alloh debdikan, o'zingning ahvolini o'zing o'zgartmasang, men o'zgartmayman deb. Endi biz hozir qila oladigan ishning birisi, bir necha xil ish bor desak, bularning birisi mana o'zimizdagi bor kuchni yig'ish, ya'ni hammamiz az to'lidan ma'lum narsaga, ma'lum bir turga qo'shsak, ya'ni ko'nglimizni ifodalasak, onu markazlik holda biraylan onu yig'sa, anandan keyin u yerda sarsam bo'lgan qarindoshlarningki, nurg'un unavan qarindoshlarimiz bor, nurg'un eglik tiklash idisi qarindoshlarimiz bor. Bu qarindoshlardan bir nechasi men bilan aloqa qilgan, men damaliq ularga yordam qilaman. Chunki men bir shaxs. Shunga hamda mo'shunda shu qarindoshlarga nisbatan aytmoqda, shularning muayyan tijorat idisi yoki tijorat idisining reallikqa aylanishiga yordam qilsak, yoki bo'lmasa bor tijoratning mustahkam bo'lishiga, rivojlanishiga bir yordam qilsak, nihoyat yaxshi, go'zal ish bo'ladi ekan deb o'yladim. Bunday ideal qarindoshlar bor. Vaqt kelgan chaqda men ko'pchilikka bu tashabbusimni, bu chaqiriqni o'tirg'a qo'yaman. Ya'ni bizningki Uyg'urlarning egiligini, bir iqtisodiy sistemasini barpo qiladigan hukumatimiz yo'q. Bir iqtisodiy tashkilotimiz yo'q. Iqtisodiy organlarimiz yo'q. Shunday bo'lgan ekan, biz jamoatning yaxshi ko'ngliga, aqli, fikriga tayinimiz. Shunday bo'lgan vaqtda u yerda ish izlab yurgan, ish qilay deydi, aqli va jismoniy kuchi va aqli va idisi va ammo bir ish qilolmayotgan mablag' yo'qligidan yoki bo'lmasa ishni boshlab yo'g'intamayotgan shunday qarindoshlarga nisbatan aytgan vaqtda shunday bir fondning bo'lishi intayin zarur. Bu shu xil ideyada bo'layotgan qarindoshlarga men oldidan sizlarga bir bu to'g'risida deb qo'yay. Ya'ni mening kanalimni anglaganlar, anglab kelayotganlar xayrlanadi va men bultu 3-oydan, bultu 4-oydan boshlab bu kanalda so'zlagan vaqtda Uyg'urlarning o'zgarishlik bir iqtisodiy sistemasi bo'lsa, zavod korxonalar bo'lsa degandim. O'y, xiyol degan harakat bilan amalga oshadi. Bu harakatning amalga oshishi uchun ishni kichik-kichikdan boshlab zo'raysak bo'ladi. Agar harakatdan kichik boshlasak, ziyon tassak, mag'lub bo'lsak bo'ldi, uni biz yig'ilib yetib qolmaymiz. Ya'ni shu jarayonda yana qayta qo'p qiladi, xatoliklarni, kamchiliklarni to'liqlaydi, xatoliklarni tuzatqiladi. Ammo cho'ngni tushib olgan ish bo'lsak, qumliqqa egiz binoni sap qo'yib ketib ketgandek ish bo'ladi. Shunga shu ishlarni kichik-kichik boshlab taraqqi qildirish tashabbusidaman. Shuni crowdfunding deydigan shu xil usulni biz Uyg'ur korxonachilarining, tijoratchilarning, yakka tijoratchilarningki ishlarini qo'llash yuzasidan balkim ma'lum qarindoshlarimiz shu xil ideyada bo'lib bir ishlarni boshlab qilishi mumkin. Agar shunday bo'lsa, men birinchi bo'lib qo'llaydigini. Aqliy jihatdan, aztulla iqtisodiy jihatdan. Unda bo'lsa, ko'pchilik hammanglarga yaxshilik va go'zallik tilayman. Rahmat.